Hop, bu haftadagi birinchi syomkamiz. Qarasa. Qo'yilmasam yuraver ekan-da bular. Polipropilen. Voy, bu yorma. What? Bu chemodanlarning chexoli, mana shunday narsalar chiqqan. Ko'pchilik yana qirilib ketishidan xavotir oladi-yu. Raman bilan bilaman shular bilan chiqishmayman men. Samolyotda, avtobusda uxlab yurganligi bu. Mana gapiring. O'zdan kamani keltiradi 5 tasiga. Bo'ldi, endi chiqaring, qaytadan. Qaytadan chiqaring. Qanaqa qilaman? Okey. Bir. Bu cho'p nima? Ben bunu mana ko'rdim men. Ana naq ko'rdim. Han kattaroq chiqadi. Ana to'pqonda konko chimana. Qara, chimana bor. 590, 250, 290. 90, 60, 90 degan ekan. Narxini aytdim boshida, sal qaytarib olsanglar eshitib olasizlar. Sinmaydi, portlamaydi, ular juda ham egiluvchan bo'ladi. So'ngga davom etadi. Xullas, chemadan chiqadigan do'kon, mana Chig'atoydagi filialidamiz, Toshkent bo'ylab 5 ta filiali bor ekan. Bu yerdan ichkaridan hamma safarga kerak bo'ladigan sumkalar, kojinkalar topasizlar xullas. Stos seafood yozib qo'yasiz. Naqa ket? Bormi? Ketdik. YouTube'dagi kamyob loyihasini ko'rdinglar. Instagram, Facebook, Telegram, TikTok hamma yoqda sahifamiz bor. Bu yoqda asosiy videoni Instagramda va qolgan platformalarda ko'rasizlar. Bizga obuna bo'lishni va boshqalarga borish, like bosish, YouTube. Обязательно. Unutmanglar. Jo'natib qo'yasiz.